Ushbu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Do'stlar, biz shunchaki niyat qilyapmiz. Hozir mana bir ziyoratchimiz bilan turibmiz. Bu yerda haligi qilingan niyatlar ham, qilingan duolar ham ijobat bo'lib qoladigan joyda. Shuning uchun biz shunchaki yaxshi niyat qilyapmiz. Nima deysiz-ki? To'g'ri. Qaranglar, biz hozir e'tibor bersanglar Makka da turibmiz, lekin issiq kiyinganmiz. Havo qanaqa ekan Makkada? Sal sovuqroq. Hozir tem bo'yi Toifga ketyapmiz. Shu sababdan issiqroq kiyinganmiz. Toif shahri hamisha sovuq bo'lgan. Unaqa sovuq bo'lsa sovuq emas, lekin havo namlik darajasi yuqoriligi uchun inshaalloh mana issiq uslochlar kiyganmiz. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Siz qayerdan keldingiz? Tojikistondan. Tojikiston fuqarosi. Qaysi davlat fuqarosi? Alhamdulillah O'zbekiston davlat fuqarosiman. Siz O'zbekiston, siz Tojikiston. Men ham O'zbekiston fuqarosiman. Bemalol kelib ziyoratlarni qilyapmiz. Qanday Rossiyadan keldik. yo'g'i. Sizlar ham bemalol kelsanglar bo'ladi. Agarda Rossiyadan turib Allohning baytiga kelmoqchi bo'lsanglar, ko'rsatilayotgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ahlan va sahlan.